Sog'ligim, sog'ligim, sog'ligim. S vami opять я, yangi uylar vayz. Hurmatli obunachilar, men mana shu chiroyli 2 sotuvli 5 xonali hovlimizning narxini aytaman. Sizlar mana shu videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Bilaman, kurtkami chet yirtilgan. Hozir ateliga borib tiktirib yuboraman hoji aka. Uyimizni hozir tayyor bo'ldi. Hozir mo'ykadan olib chiqdim aka. Mashinani bemalol olib kelib qo'yasiz. Xohlasangiz men bu tapchani o'rnatib qo'yib, bola chaqa bilan maza qilasiz aka. Narxini aytaman. Qarang, bu yerda alohida xona qilib qo'yishibdi. Bu oshxona. Oshxonani ham yo'qolan hidi chiqmaydi, alohida xona. Rashid cho'tki qilingan birinchi yo'l oshxonani ko'ramiz. Oshxona bilan 5 xona deyapman-ku. Oshxona ham bitta xonali, aka. Mana buni qarang. Sizni zalingizdan katta bo'lsa kerak, biratan. Xo'p, 2 sotuvga 5 xona qilib, cho'tki qilib, pishirish bilan xom g'ishni aralashtirib pishirishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda sanuzel bor. Sanuzelga qarang, kengligi. To'g'ratli qilib bemalol kotelni, matelni hamma narsa o'rnatilgan. To'g'rat qilish uchun ham zo'r ekan aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Uyimizga birdan 10 gacha baho berib qo'yildi. Yana bitta narsa, aka-ukalar uchun ham juda zo'r ekan. Yonida yana ikkita shunaqasidan qurilayotgan ekan. Uy ichiga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aka, narxini aytaman. Bo'ldi. Narxi 88 ming. 2 sotuv 5 xona. Cho'tki qilib tayyorlaymi? Mana qarang aka. Havas qilganlar bitta like bosib qo'yinglar. Katta uy ichiga kiramiz. Uyni, xonalarni hammasini alohida qilishgan. Ko'ryapsizlar-ku. Cho'tki qilib remont qilib qo'yishgan. Cho'poy pollarni ham qilib qo'yishdi. Bu o'zida mehmonxona. Voy gap yo'q. Mehmonxona ham 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6. To'rga 6 mehmonxona. Shapaloqlar bo'lsin. Ketdi aka. Endi men ham kiramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana bu 10 qo'lli yana bitta xona. Bu xonani ham xohlasangiz spalni, xohlasangiz zal, ikkalovi ham 6 ga 10 mi, 6 ga 8 mi? Voy, juda ham keng qilingan ekan-da. Narxi 88 ming. 5 xona, cho'pli pol, tayyor patkuruch xonadon. Hozir mo'ykadan chiqdi. Yoki ko'ryapsiz. Uyi ichida o'zini alohida mana sanuzeli bor. Sanuzel ham pashti tayyor, ozgina santexnikalarga qarab mehr beraverasiz, aka. Bu yo'g'ini o'zingizlar to'g'rilab olasizlar-ku. Endi mana yana bitta spalni komnata, bitta narsa aytaman, havo aylanish uchun plan qilingan ekan. Havo aylanish uchun orqada mana shunaqa joyi bor ekan. Qarang. Orqadagi joy ko'rsatgan. Orqadagi joyi u havo aylanish uchun qilingan. Endi bu yerdan chiqib yana bitta xonasiga kiramiz. Yana bitta xona. Gap yo'q bor. Juda ham keng qilib chiroyli qilib tashashdi. Buni bolalarga beraverasiz aka. Bu bolalarning xonasini xohlasangiz o'zingizgami? Mana vaqtda eshik bor, eshikdan chiqsangiz takoy kurilkasi bor okajon. Kurilkani endi o'zingiz uchun to'g'rilab olasiz. Katalogni ochib olasizmi, nima qilsangiz qilasiz okajonim. Transportning razvyaskasi ham zo'r ekan. Mana shu yerdan Damazli yurar ekan. 5000 so'mga ipodromga borib qo'yar ekan. Avtobusda yurar ekan. 3000 so'm, 4000 so'mga metrogacha yetib olar ekan. Sergeli metroga 3 kilometr ekan. Qorasuv mahalla Zangiota tumaniga kirar ekan, hurmatli obunachilar. Ko'chalar mana shu uyi oldi asfalt qilinmagan, nariyoq taraflar polni asfalt qilingan. Uyimizda tayyor, kadastrli, dokument hamma hujjatlar joyida joyimiz. Egalar raqam bilan Suruching narxida sotiladi. Videoga like bosib qo'yinglar, bizdan kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangi ular sizlarga ham kanaldasizlar. Basayani chiroyli narsalarni ko'rib, mazani qilishingiz mumkin. Uchi